Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli görürmeler. Vaka ve mülahize programımızdan 41. sani görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Qadirli görürmelerimiz, Allah'a malum boğandaki biz bu programımızda her daim gün tertipteki en mühim meselelerini şu sahanın mütehassislerini teklif kılıp, söhbet kılıp geliyordumuz. Bugün şunun cümlesinden tünügün biz elanımızı beğendik. Aslı bu programı hettin burun bir elan beğendik. Şu vakit kılmakçıdık. Lekin malum sebepler tüfeylden keçiktirişke mecbur olup hettin kiyinge kaldı. Bugün inşallah bu mezmularını paranlaşımız, söhbetleşimiz. Bugün kıymetlik mehmenimiz hem Allah'a tanışık boğan hürmetlik Nicat Turgun Efendi, Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Avrupa vekili ve tədqiqatçı Nicat Turgun Efendi'ni teklif kıldık. Kıymetlik vaxtını çıkarıp Şivisiyadan katılış belgelik için aldı bilen köp rahmet etimiz. Ben sizlerge rahmet ettim. Allah razı olsun. Hem biraz bugün bu aslı 3'te elan kıldık. Keçikip qalğanlığımız üçün keçirim sorayımız. Qadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık tarixli otudu. Naq meydandan. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrimiz şunaqla ictimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık. Programımızga alaqadar her qandaq fikir teklif bolsa, berişinlarını, suallarınlar bolsa, soruşunlarını ümit qılımız. Şunaqla köpligen qiynaşlarımızdan paydalanış üçün hem bəhirləb qoyuşuna hem unutmayızlar. Bugünkü temimiz 3. Dünya uğraşı yıqılış otam dep koyduk. Elbette yığılıp qalğan bir qancha muhim mesele var. Xitay Rusiya münasibeti, Xitay Avrupa münasibetleri, şundaqla Xitayning rayondagi o'ynayotgan o'yinlari atrofdagi davlatlar bilan. Bunu inşallah vaxtimiz qısa bolsunmu to'xtalishga tirishimiz. Birinci sualdan başlasam hürmetlik Nicat efendim. Bu aldı bilen şu Xitay Rusiya münasibetini elbette biz ötken qatımda 40. sanımızdımı Ruqiya xanım siz qatnaşıp bir qatar meselelerini paranlaşqandık ve Xi Jinping'in ziyareti haqqında paranlaşqandık. Onun keyinden bu Xitay Rusiya münasibetinin yeni bir pallisi süptide Xitay Putin Xitay Devlet Müdafiə Ministeri Li Shangfu bilen görüştü. Şundaqla Rusiya Devlet Müdafiə Ministeri, Xitay Müdafiə Ministerleri görüştü. Ve şundaqla bir yerde Macron ziyaret kılıp bir muncha gulguluq sebep oldu. Macron'niki Xitay'daki sözleri Avrupa'da nurgun karşı inkaslarga sebep oldu. Aqıdılım Taşqı işlar, Germaniya Taşqı işlar ministerimiz ziyaret kıldı. Bu şekilde aldı bilen bunun kirişten burun başta şu Xi Jinping'in ziyaretinden keyin Xitay Devlet Müdafiə Ministerinin Putin bilen görüşüşü ve iki devletninki bir-birisinin müdafiə ministerlerinden görüşüşü bunun arkasında nimiyeti vardı. Çünkü şu mezgillerde Ukrayna mı resmi devlet tarafından Ukrayna'nın prezidentinin sözcüsü bir yerdeki uruş meydanlarında Xitay'ninki korallarının tepilayotganligi aniq, hatta şirketinin isimlerini berip oturğu koydu. Bu ciddi şekilde elbette bunun keyinki elindiğin siyasetlerine Avrupa'nın təsir göstərən bir məsələ. Muşnunğa qana qaraysız bu birinci sualımızdan kirgan bolsaq. Şimdi Xitay Rusiyanınki Ukraynaga besip tajavuz kılıp kirişten keyin kirgenden keyin Rusiyanınki garip devletlerden Amerika başka garip devletlerden bulup Avrupa bilen bu münasibet bir yirikleşiş ve en tüven dereceye yetken bir nime boldu energiyanı kesiş. Şunun neticesinde Rusiyanınki texnoloji Xitayga bağlanışı, energiya setiş ve Xitayning texnologiyasına kiriş. Xitay bu Rusiyanınki mallarını özünki Xitay pulu bilen setip eliş, anankin köpdegen azam bahadan normal bahadan sırt. Onun başka Rusiyaga maqatim körüşken çağdım aldan qatım degendek ikisininki ticaretini Xitay pulu bilen qilish. Hatta faqat ularniki emas, Rusya mı özünün ticaretini başka devletlerden Latin Amerikası, Afrika ve Şarkıdan başka devletlerden Xitay pulu bilen qısı buludu deb aşağı bir kelişimlerini imzalaganını gördük. Ama askeri cihetki sözlerine ait az tılgı ilanğanıydı. Elbette her bir güçlerini belli qilish ve bazı nərsələrini emkarlıqını küçəştib qısqa tılgı ilip ötep getdi. Keyin o Xitayninki Müdafiə Ministerliğinki Rusiyanı ziyaret qilishi ve özden protokol seviyesinde özden yukarı olan Putin bilen uçuruşu bu halkara matbuatınki dikkatini çekti ve bununla keyin yep söhbetlerde mesela Xi Jinping kelgen çağda
Putin bu söhbetlerge nemini akirgenligini mu aşkarlandı. Rusya'nınki harbiy ministrini, anandikin bununki harbiy mutaxassislerini ve hava texnologiya, hava boşluğu, raketa koyup alem terakkiyat işleri var. Bunun terakkiyat, bununki texnik adamlarını akirip bu iki sahaninki adamlar akirgenligini tılgaldı ve bunun da manda nimelerni buldu. Elbette Xitay bir yükselip atkan bir dünyanın cahangir devletiga meydan okuyatkan bir devlet ama bunun iqtisadi gücü dünyanın ikinci nimesiga yetken bolsun ama texnik sahalarda yenilamki başka devletlerden bazı yuqori texnikalarda bulunmamış askeri taraqqiyotda Rossiya bazı nimelerni Xitayga qurol yaraq embargosi bo'lmagan davlatlardan chetilish orqali o'zining askeriy taraqqiyotini taraqqiy qildirishga tirishyotidi. Chunki o'zining iqtisodini, tijoratini va xavfsizlik manfaatini qo'llash uchun Xitoy kuchli bir modernlashgan, zamonaviylashgan bir askeriy kuchga ehtiyoji bor. Hamda yillardan beri Rossiya bu nimada yordamda bo'lib kelaylikdi. Ammo shundoq bo'lsin, ba'zi qurollarni Rossiya ba'zi davlatlarga sotgan, masalan, Hindistonga sotgan ba'zi qurolni ikisinin nimesi nait güçlük askeri ilim birimi var. Xitayga satmay turuluqdi. Yani endişe vardı. Gerçi bularning münasibati yaqin, ittifaq şekilde görünsümü, çoğun hamkorlashuvchi bo'lsinmi. Ama yana Xitoydan bularni ehtiyot qiladi bir kuni nait eng cho'ng kuch bo'lgan Xitoy biz Rossiyaning beshiga balo oldi deydigan bunda bir endişe var. Buni Rossiyaniki Xitoy mutaxassislarininki hammasinin bayonlaridan qarasak naiti aniq ko'ra olamiz. Shu yana Xitoy tahdidi qanday qaraydiganligi. Bu askeriy taraqqiyotdagi narsalar Xitoy bu Rossiyanınki aciz o'ringa chiqib qolayotganligini, Xitoyga bo'lgan beqindiligini tonib yetganlikdan bu fursatdan foydalanib burun alamayotgan qurollar va burun erişamayotgan texnologiyamış, askeriy texnologiyadagi yuqori texnologiyalarga va erishish va buningki ba'zi texnik hamkorliklarda mablag' silish orqali texnik bunga erishishga tirishgan bo'lish mumkin deb qarayotdi. Onun için bu fakat bu yer demez mesela alem boşluğunun terakkiyatı bir yerdeki teknoloji sahasının terakkiyatı birlikte terakki kıldırış ve şununla birlikte Şimalımız Okyan'daki bir yerdeki askeri ve alem boşluk terakkiyatlarını bu Rusya Xitay'nınki ait kuyuk münasibeti var. Rusya bu yerge mesela teritoriyalik cihette en cık zamanı iyi oluş bilen ama bu yani içişte terakki kıldırışta Xitay'da kandacık iktisadi bulmamışka ama Xitayning bu rayonga eng jiq qiziqayotgan va kuchini ta'sir kuchini kuchaytirishga tirishayotgan bir davlat bo'lish bilan ikkisininki bir-birisiga bo'lgan ehtiyoji bir-birini to'liqlaydigan va umumiy jihatda bularning manfaatlari kesishgan bir nuqta kelgan bo'lg'achqa bular askariy mudofaa ministrini yo'lladi va Putinmi o'zining protokol jihatda tuvan bo'lgan odamni qabul qilib bunun bu qabul qilib nurg'un narsalar to'g'riliq kelishdi. Tafsilotdan bek xabarimiz bo'lmasa, bek uchuq ichilmagan bo'lsa-mu, ama oshkorlangan narsalarga qaraganda Putinning bu Xitoyninki iqtisodiga, Xitoyninki qo'llashiga naqadar ehtiyoj ko'rinayotganligini ko'rinib turadi. Shunga bilan birlikda Xitoyning bu hozirgi munosabatlar tamponligidan ikkisininki qandoq o'zining foydalanayotganligini ko'ryapmiz. Hem de Xartninki şu münasebetlerindeki arka tarafiga qarayli. Paralel aldı bununla Avrupa İttifaqı endişesini bildiriyotdi. Shunaqa. Nima kelib ketgandikilar ki mesela Ukrayna'nın prezidenti Zelenskiy Xitoyning boshqa agar bizga telefon qilib qolsa, biz mi ko'rishga tayyor deb o'zining nimasi e'lon qildi. Xitoy oldin qatimda 12 moddalik nimani e'lon qildi, tinchlik kelishimining moddasi. Gerçi onun belki reallikqa oshirishga imkoniyati, mumkinchiligi yuqori bo'lmasa-mu, özünü açlıq bir tinchlik kelishtirguchilik ko'rsatib, dunyoning siyosiy kuchida, dunyo siyosiy kuchida sahnesida o'zining bir kuchli davlat bo'lganlik holatini namoyon qilishga bir fursatdek bu Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan tajovuzchiligini Xitoy to'xtata oladi, biz mana gap qila olamiz, bizning Rossiyaga ustun nimaligimiz va undan boshqa Ukrainaga ta'sir qila olamiz demasligida manda bir özünü şov ko'rsatayotgandek narsani ko'radimiz. Hammamizning bilgandek Pushkinninki mesela Zelenskiy bilan Xi Jinpingning ko'rishgan nimasini dinogin anladık xabarlardan-ku mesela. Gerçi konkret bir planning nimasi tuzilmagan bo'lsa-mu bu yerda Xitoy tarafninki deganida yana shu biz hech qaysi tarafni tutmaymiz, biz tinchlik tarafdori, yana shu koni
tekrar gepini 12 madde gepini tekrarlash orqali o'zini bir tinchlik ustida hozirlashga tayyor ekanligini, o'zining tarafchi ekanligini deganda qashna bir so'z o'yini o'ynatib ketganligini ko'rdik. Demak bu yerda yig'inchoqlagandan nima bo'ldi deganda Xitoy bu urushdan ham Rossiya tarafdan texnologiya, o'zining kuchini oshirish, ta'sir kuchini oshirishdan birga bir tarafdan Ukrainani qo'ldan berib qo'yishni xohlamaydi. Chunki Ukrainaning oqida Ukraina albatta muhim Xitoyniki Yevrosiyo nimasiga kengayish va bir yo'l bir balvog'ini oshirish uchun undan boshqa bu g'arb dunyosi oqili bo'lg'achqa va g'arbninki u tashqi ishlar munosabat xodimi mas'ul xodimi so'zildi bu bo'ri degan chog'da bizning Xitoy bo'lgan pozitsiyamizni Xitoy Rossiya munosabatiniki tanlash belgilaydi deb bir so'zni qildi. Xitoymi ansirayotgan nuqtasi yana shu, ziyoda Rossiyani qo'llab Ukrainaga dumbasini ta'til qilib olgan chog'da bu Yevropa tarafdami bo'lgan munosabatni buzib berishga va bu yergi tijoriy manfaatlarga ziyon yetadiganligini ko'rgashga bir o'ttirdi tamponglikni ko'rsatgan holatda bo'lishga tirishyotdi endi. Xo'sh. Bunun kinki narsalarni ham vaziyatning taraqqiyoti belgilaydi. Chunki Xitoyning mushu o'ynagan o'yinlarga, qilayotgan siyosiy o'yinlarga ba'zi Yevropa davlatlari majburan bo'lsin yoki bo'lmasa Xitoyni xato tushungan holatda bo'lsin, umid kutib qolgan ba'zi siyosatchilarni ko'rdik. Masalan, Fransiyaninki Macron'ni deymiz, yana masalan ba'zi davlatlar davatida masalan bizning uchun bu Amerika Xitoy o'rtasidagi ikkisining kuch to'qinishida taraf tutamiz. Biz o'zimizning ishni o'zimiz qilsak bo'lmamdi. Anaki Rossiyaga Xitoy ta'sir qila oladi degan shu umidni ham asosda qilyotdi. Ammo bu nechilik reallikqa oshladi. Bu bir savol belgisi, chunki Xitoy izchil biz tarafsiz deb turib Rossiyani kuchlantirishga, Rossiyani qo'llab g'arbni odilishga, g'arbning kuchini xo'ritishga tirishyotdi. Va shuningdan birlikda bu Macron'ning qilgan ziyoratini va Macron'ning so'ziga birdamda keyin kelsam, Najot apandim, Macron'niki men ayrim so'rayman. Endi mushada siz deb o'tgandek yuqorida albatta nihoyat zil bir bosqichda turayotgan bir mazgil Rossiyaning ustidagi besim ham davomli holatda Xitoyni ogohlantirib kelyapti g'arb, NATO'ni ogohlantiryapti agarda qoral jihatda Rossiyaga yordam berib qolsa Xitoy har qanday bir shaklda oqibatining nachar xatarlik bo'lganligini bildirayotgan bir mazgilda Ukrainaning bu masalani o'tirg'i qo'yishi ham shirkatning ismlarini birisi biz ta'minlamay to'xtab rad qilgan bilan yana birisi rad qilmadi. Uning keyindan bu yerda jiddiy to'playotganligini bildirdi. Ya'ni normal bir xabar agentlik emas, balki Mudofaaninki Zelenskiyning odami bevosita bosh harbiy maslahatchisi o'tirg'i qo'ygan bir masala. Endi shundoq bir buni o'tirg'i qo'yishi kelgusida hamda chunki g'arb masalan Amerika boshliq g'arb Xitoyning bu yerda berayotganligi aniq qo'yamdi Xitoyninki boshqa hattoki chip bilan mashaqa o'zak masalalarda yordam qilgan bo'lsang, o'xshash yordam qilgan bo'lsa, illaki hatto qurolni qilganlimi tadqiqot materiallarida chiqibdi, masalan qanday qurolni berganligi. O'zak bo'lgan bo'lsa, o'xshash yordam bergan bo'lsan deyotgan bir paytda hamda kelgusida sizcha g'arbninki nishoni hamda Xitoyga, Rossiyaga o'xshash shaklda xilma-xil buni texmbak o'tirg'i qo'yib kun tartibga keltirib embargo qo'yish masalasida bo'lsin Xitoyning har tarafdan bundaq bir jabha, yangi bir jabha ochilish ehtimolli qanchalik sizcha? Menimcha ehtimoli bek yuqori emas deb o'ylayman, chunki agar Xitoy davomli hozirgidek betaraf holatda turib olgan ko'rinsa, ya'ni betaraf skop kishiligi Xitoy uchu holatda qo'llamay, aksincha men tarafsiz u deb mas'ullarni setonni qilayotgandek. Chunki Yevropa ittifoqiniki eng chong tijorat sherikligi bu Xitoy endi. Chunki Yevropa birligining asosiy birlashmasiningki asosiy yildiz manbasi iqtisod va tijorat. Buna bo'lgandan keyin bunda Xitoydagi chong bir ishlab chiqarish bozori va eng chong setish bozori bo'lgan bu yerga oldirib, toki majbur bo'lib o'zininki milliy xavfsizlik manfaatiga daxli yetadigan zaten Xitoydan nemisi üzmesi bo'lmaydigan holatga kelmagichilik bu yerda qilinmasligi mumkin. Chunki Yevropaninki uningdan sirt yana masalan az ko'riladigan metallar bo'lsin, nurg'un yana boshqa ishlab chiqarilgan moddalarda Xitoyga ehtiyoj kundan kunga kuchayotadi. Masalan, to'qliq mashinalar,
Onun başka ilgima o yeşil enerji menbesi deyimiz yine tazlık, hava muhit bulgaç demesi yok dereceli ki. Mesela sen annesi bu garip devletleri, bunu Avrupa İttifakı, bu Xitayda işlep çıkarışka, Xitaydan ekleşke bu ihtiyaç bulup kalktı. Gerçi Xitayni askertip duruvatkan bolsumu, bu Xitayni ünüm kömügenligini köydü kan bular sözünü kattıklaştırış arkalık Rusya'da ziyade yakınlaşıp gitti. Şuya gitti təsir qıla alış mümkün, həm də çox tuta alış etməz. Amma bırak Rusya'ya ait çoğun kollaşlarını berişi təsbih olmuş mümkün. Çünkü Xitay'ın o izcil imalətdə Xitay'ın Avrupa'nın Xitay'a bundaq cəzani yürgüzüşü məncə ondaq asan bulmaydı da qarayım. Onun üstüge bu Avrupa İttifakı 27'de minidin, 27 devletten ve 27 xil devlet mənfəəti bolğan bir devlet üstü alqıgan bir organ boğaşqa bularınki mənfəətlərinin kesişken ortak noktasını, ortak birlik kelgen noktasını tepiş naiti təs. Qismən devletler Xitay'nın nimesinden ticaretini küçeytiş ve bununla boğan birliklikini küçeytişini tavsiye kılsa, qismən devletler aksince Xitay'dan ayrılıp Xitay'a özünün Rusya'ya boğan ziyanını, Rusya'dan tatkan ziyanındaki aslında bir ziyanın kep çıkmasını tekittavatkan güçler var devletler çok. Son bir yerde Avrupa'nın hatta mandamı misalını bereyli. Xitay hercili mesela Xitay hercili Avrupa İttifakı'nın insan hakları meselesinde diyalog kurattı. Yukarı demedi çünkü hercili battı bu. Bunun da neticelerde mesela ortak bir karar mı çıkaranmadı kattığırak çünkü nimo degende mesela Gresya, Vengriya, şartların bahsettiği bazı devletler Xitay'a olan ziyade bağlanış, Xitay'dan kildiğin meblağ bir yerden ticaret sommasındaki yüksek miktarda ve özünün bir vasıta devlet iqtisadi terakkiyatının asası mənbəsi bu pulla boğaşqa o nəslənin tormozuna koyğan əhvallar var ki mesela. Bunda bir Xitay'a yüksek derecede ticaretle bağlanıp qalğan devletlerden bək yuqarı qattiq seviyedeki cezalarını kütüş ve Amerika'nınki bugün Xitay'a ep beriyotgan qattiq qol Xitay siyasetini oxuşunu ep baralaydı deyiş to'g'ri emas. Bu mesela Avrupalıqlar mı deydi o? Amerika'nınki Avrupalıqlar Amerika'ga deydi eken de biz sizlarni yaxshi ko'ramiz ama ayırdayım sizlar bilan birga bulamaymiz debçi. Bu Fransızlarning bir naqshisi var. Seni yaxshi ko'raman ama sen bilan men birga bulamayman degandikchi. Yani gerçi ular bilan birga kelish kerakligi, zaruriy ekanligi nimasi bo'lsa-mu, ama özünün çıkış noktasına qaraganda ondaki Amerika'daki qattiq qo'l mundaq siyosat deb berishga tayyor emas. Mesela o'tgan yilgi G7 devletler birleşmesinin yig'indimi? Bularga ait qattiq bir nima tayyorliqliq bayonotnoma uchun munda ishlarni qilishimiz kerakdir. Ama bunu yumshatgan devletler kim deganda Fransiya bilan Germaniya. Xo'sh. Bunu yumuşak şekilde çıkıp, elbette onun işlemi Şərq Türkistan meselesindeki zulümün, erkek kırgınçılığının nimeleri var, noktaları. Şuna oxşaş çıkınçaqlığında Avrupa İttifakı, gerçi onun halısı mı, aştan bir nərsinin təhdidini köysü mü, bugünkü Avrupa İttifakı özünün nimesini oңşumay, iqtisadi turğunluqdaki bir yerki qiyinçılıqlarını oңşumay durup ve Amerika'nın ortak bir nərsini, Xitay siyasını ortak bir yerge toluq əkeməy durup ve özünki Xitay'a olan bekendiliğini acizlaşmay durup ve onun sırt Rusya'daki bugünkü uğraşını toluq alqıp olmay durup Xitay'a qattiq qo'l siyaset yürgüzdürse bu biraz reallıqdan jiroq bo'lishi mumkin deb qarayman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi mushadillam Makronning ziyaratiga kelsak. Makronning haqiqatan xuddi Makronning Xitoyda deydigan so'zni Xitoy oldinda bildigandek Makronning kutib olinishidan tatib qarasa Amerika kasibiga unda qabul qilmaydi. Alohida Xitoy bütün bak ko'ngilni oldi Makronning bunda degan vaqtimizda. Alaydı kütüp aldı hakikaten. Bu ziyaretinin keyindirlam Avrupa İttifakı Komitesi Reisi Ursula von der Leyen bu ikisi birlikte görüşlerde buldu. Andan keyin Macron'un bir yerde sözlegen sözleri hakikaten Avrupa'da başka devletlerninki narazılıkka uçurdu. Nurgun gulgulup ketdi Macron'u. Yani bir Fransa'nın içindeki qalaymakançılıktan tatip çıkıp dünyada yeni bir gün tertipki ep keldi bu Macron'un sözleri. Aqdın Germaniya Tashqi ishlar ministri ziyorat qildi. Shuni yig'inchoqlab hammasini bu ziyoratning orqa ko'rinishi haqida sizning mulohazangizni ortaq berdik. Endi Avrupa İttifakı'nınki asosiy Xitoy strategiyasi o'rtaq 2019'da chiqildi. Bular Xitoyni 3 xil tahlil qildi, 3 xil tunuydi.
Birincisi ticaret şirketiydi. Yani partner. İkincisi kompetiteydi diyor, rekabetçi. Anki üçüncü neyse sistematik rakipteydi. Yani rival diyen. Bu en yumuşak, normal ve en katlı gücünü böyle üç xil yüz şekilde işletildi bu da diyor. Hem de hazırga kadar izcil kerivatkan nesimiz burun zaten özün şeriki nimesi de kiletli yok. Ma 2017'den keyin nimeninki biraz qattiqlaştı. Xitoyga bo'lgan real tunishi, amaliy siyosat berishlar ba'zi tadbirlarni ilg'atdi yu. Ammo haqiqiy sistema nimasida raqib deydigan ma'nosining amaliy siyosiy ijroiyatida ko'rinishini az ko'rdik. Her daim qattiq qo'l siyosat qilamiz deydi yu. Buni byurokratlar Xitoyninki Yevropa İttifaqının Xitoy mutaxassislari, bu yerdagi maslahatchilar nurg'un qog'ozlarni tayyorlab oxiriga boradigan chog'da bu narsaniki qattiqlik darajasi erib ketadi uchun yumshoq. Bu nima deganda Abay degandek 27 davlatning manfaatini bir yerga kesishtirib o'rtaq akilish uchun nurg'un sulhiy salolar va kelishishlar bo'lgandan keyin bu biroz tasga to'xtayapti. Mesela Trump devrinde xeyli qattiq nimalarga akilishga boshlagan. Trump gerçi Yevropa bilan bo'lgan munosabatni nima qismi Xitoyni Yevropa ittifoqini majburlagan nurg'un jihatlarni. Shu kelib Xitoy bilan mesela 5G qurilishini nurg'un G'arbiy Yevropa olsun, Sharqiy Yevropa olsun, Angliya, Fransiya nurg'un davlatlarda cheklaydigan mesela shu qurilishdan chiqarib etgandi. Yani bugungi kunda Biden munosabatni yaxshilagan bo'lsa-mu, ama Trump yaratgandek anda ta'sir kuchi yaratamadı uchun mesela Yevropa ittifoqiga qattiq shakldagi kuchini namoyon qilish orqali Yevropaning o'zining orqada birlikda turadiganga qilolmadi. Ama Ukraina urushi bu Rossiyaning besikish bilan Amerikaning orqaga NATOga yig'di-yu, Xitoy masalasida Xitoy siyosatida yana shu burunqi nimaga oxir ketgan narsa. Andan keyin bular yana ma'nimi to'niyotdi. Abay degandek Muşu Xitayning Rossiyaga eng jiq ta'sir qila oladigan davlat yoki kuch Xitoy. Biz shunga bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni yiriklashtirib, ularga yana bir yerda jang maydoni etib olishimiz, ularga diplomatik va siyosiy munosabatimizni yiriklashtirmay, buni aksincha yanimizga tortish orqali Rossiyaga ta'sir qilish va bu urushni to'xtatishga Xitoy orqali foydalanishimiz mumkin deydigan mana bir xil tunishim bor. Amaliyotda bunda qarashdikilar menimcha to'g'ri nima qozonolmaydi deb o'ylayman. Chunki Xitoy Abay deganimizdek foydalanyapti bu urushdan. Xitoycha bo'lsa bu urush menga davomlashmasa, menga oxirlashmasa, davomlashaversa toki o'zi ko'zlagan nishonga yetkichi uchun. Chunki Rossiya xo'rayotdi, Yevropa ham xo'rayotdi, ishkilisinki Xitoy bo'lgan ehtiyoji yashayotdi masalan. Xo'sh. Şuna bu Avrupalıqlarınki, bugün Avrupa İttifaqınki umumi Xitoy nimasida qattiq siyosatni ep berib Xitoyga qarshi turish narsida tas bo'lishi mumkin. Hatta bu munosabatlarning hatta yumshavotgan narsani ko'ryapmiz. Sözlərdə Şərq Türkistan məsələsində tutqan pozisiyası, Tibetdə, başqa Hong Kong məsələlərində yumshavotgan narsa. Məsələn, Macron'unki Tayvanning məsələsiga biz nima qilamiz aralashib deydi. Əməliyyatda Macron'un bu Indo-Pasifik, Indo-Tinch okean rayonida Fransa'nın askeri bazası ve o yerdeki Fransa en çok aslıydı. Fransa bunu unutub qalıtımda, bununla köz yumamda mesela. Əməliyyat Tayvan'ın qol demeyiş, Avrupa İttifaqının çok ticari menfaatiga zihni buldu aslıydı. Ama bunlar şu tilini yumuşturuş, bir yerdeki diplomatik tilini yumuşturuş arqalı Xitoy bilan bo'lgan ta'sirini normallashtirish tek ko'rinib, bu orqali Xitoyning Rossiyaga nima qilamiz degan mashina nimani ishlatib kelish mumkin, ammo bu jiq unum bermaydi deb qarayman, chunki Xitoy bunday ojiz kuchlarning nimasidan ta'sirlanib bundan mangadigan bir davlat emas, chunki bularning siyosiy falsafa va xarakterini biz jiq va oz nuqtadan ancha-muncha tushunamiz bularga. Bular izchil kuchli bo'lgan davlatlarning ta'siridan anandan qo'rqaydi va uningga bosh egadi endi. Ama vallahi bugungi bunday kuchlanayotgan dunyoga maydon o'qiyotgan Xitoy asla ularning nimasiga nim qilmaydi. Masalan, Yevropa İttifaqının komissiyoning prezidentidan qabul qilgan nim bilanmi qarasak, Macronning qabul qilgan nimada ikkisi cho'ng farq bor. Aslida protokol jihatda A'ning Macrondan yuqori aning o'rni. Ammo buni normal sayohatchilar qabul qilganda qilg'ili qayerda bir dunyoga bir mesaj beryapti-da, men seni hech nima emas deb qarayman deb.
bir devletning prezidentini olsa, onu bir devletning başligini olsa, onu başqacha qabul qildi, ayvet şekilde qabul qilib, yani Avrupani bölüp parçalab yönlendiriş taktikasini özünün Avrupa İttifaqı siyasetinde mi var bu stratejisi? Avrupani bölüp parçalab yeyişte. Burun insanlarda var 17 filosof bir de projekti vardı. Ma bir yol bir belvanı qetip Şarkı ve Orta Avrupa devletlerini bu projektga akirish orqali, hatta keyin İtaliya ve Gretsiya ham kirdi. Bularni qilish orqali Xitoyning ta'sirini kuchlantirish va bu yerda o'rtaq qarar olmaydigan bir agentdi. Akayotgandi. Ama Trump ve bu Xitoyninki ziyoda qattiq siyosati, urushqoq bo'lash siyosati, Litva ve başqa devletlerini Xitoydan jiroqlashtirishga nima qildi? Masalan, qaysi kunsi bir nima bo'ldi esimizda hozir keldi, Xitoyninki Fransiya elchisininki degan gibi. Sovet İttifaqı'nın imkan devletlerininki ilgilik hukuki xalqaro qonunda kuchga ega emasdi. Bu xatarlikka aslida shu davlatlarning hech qanday bir davlat bo'lish haqqi yo'q deb. Uni sen belgilamsan masalan, shu xalqaro qonun belgilanib bo'lgan narsa. Ammo Xitoy vaqtida buni davolagandek bo'lib, uning vaksinasini vaqtida urdi, tashqi ishlar ministri chiqib, biz ularning nimasini e'tirof qilamiz, u bu deb tuzishtirishdi. Ammo uning oshkorlab qo'ygan nuqtasi nima degan chog'da, Xitoyning ichidagi asli zihniyat. Yani Xitoy ularni qanday ko'rdi-chu? Yani bo'lsa Xitoy uchun ular davlat emas, u bir Rossiyaniki burun aqobatida ko'rishga tirishilgan bunda bir yoshirin zihniyatning borligini ko'rdik-chu. Yani bu ko'milib qolgan bundaq ko'mashlar, bundaq nimalar bu ikkisiniki munosabatimi gerçi yaxshilanishga tirishsimi kelgusida yana davomli bir talash tartishning nimaning ichida bo'lganligini ko'rib turibmiz. Ammo burunqidek aldığımızki neticelerindeki ondan yamanlışıp ketilgan ondan nesle bulmaslığı mümkün. Yeni bir taraftan yapanda qetivitde ticari terakkiyat, ticari münasebet bu ikisini yeni ekildi. Çünkü Avrupa İttifaqı olsun dünyanın hem yerde iqtisadi turg'unlik ve enflasyon nimisi işivatqaşqa. Bu devletler elbette ticaret nimisi oylagan devletlerin hemmisinin kallısığı birinci kildiğini Xitoydagi çoğun bir bazar ve setiş ve işlep çıkırış bazarı olğaşqa bu narsani yasashda, bu iqtisodni asliga keltirishda va taraqqiy qildirishda Xitoydagi davlatga ehtiyoj bo'ldi ekan. Endi bu hamma ishlarniki ustun ostin bo'lgan sabab bo'lgan muhim nuqtalarniki birisi endi. Hakikaten ko'p rahmat. Endi siz deganingizdek shu Yevropa İttifaqı komiteti ikkisiniki Makron bilan birlikda ziyorati qilgan muomildan tatminaydi zo'r farq borligini bildirdingiz. Bu ayolim masalan bu von der Leyenmi masalan ilgari ziyoratdan burunmi bizning masalalarga masalan davomli holatda ifoda bildirib bu Uyg'ur erkak qilinishi masalasini bir qancha qatam tilga olgandi. Bu ziyoratda hech qanday bir tilga ilinganlik, tilga olganlik haqida hech qanday bir narsa yo'q va Germaniya tashqi ishlar ministrininki ziyoratida shu. Bu ziyorat haqidagi, bularning so'zlari haqidagi tushunchangizni biroz qo'shimcha qilgan bo'lsangiz. Endi bularning berishdan bular hammasi guldirlarda osmonda xuddi qattiq yomg'ir yog'ilgandek, bundan bulutlarni chiqib, xalq tiliga aylantirsak-chu, guldirmam nim qilib bu yerdagi xalqning, bu yerdagi o'zining qo'llovchi nima kuchlarni olgan bilan ayaga borganda u yerda faqatlamki Sharq Turkiston masalasi Yevropaniki umumiy manfaatiga vakillik qilgan narsa bo'lmag'achqa, uni kun tartibiniki eng oxirgi va unutilib qolgan va ish haqida deyishgan nuqtalar bo'lishi mumkin. Ammo kun tartibida unda akilib u narsani o'tirib qo'yib, Yevropaning nimasi uchun uni oshmadi u narsani uchun. Xo'sh. Shon buni siyosatdan vosita qilib ishlatdi. Ammo asli bularning maqsadi u emas deb tushunsak bo'ladi. Uyg'ur masalasini, Sharq Turkiston masalasini açıkıp bunu hal qilishimiz, bunu faqat vosita şekilde o'zining miyadagi qo'llovchilarga siyosatan ishlatdik, hozir qilib deb. Ama şu asli maqsadi bularning tijoratni jonlantirish va masalan ma nuqtanimi diqqat qilgan bir nim bor-ku. Masalan, nurg'un g'arb davlatlarda Xitoydan ayrilish deyapti. Xitoydan chekinib chiqish deyapti shirkatlar. Bu Ursula mani gapni ishlatdi. Riskni azaytish deyapti. Hani yumshatgan holat, ya'ni chiqib ketish butunlay emas.
Ama biz Xitay bo'lgan bekindiligimizni tonib yetdik hamda bu yerda Azaytish kelgan kerak. tahdidni azaytimiz deb. Yani ayrılanmaydiganligini uçuq nim qılıbatdı, tilga keltiribatdı uçu. Yani bularning ilqi, mesela bunun için yapılan bazı görüşler, diplomatik siyasi görüşler kalsak, mesela Endonezya, Hindistan katarlık devletlerle görüş arkalık bu yerdeki şirketlerin yetkilisi ve bu yerdeki çip ve başka nesnelerin işlep çıkışını tırışvatkanlığını köydük. Demek bula bir Xitayga ziyade oylagandan, tonugandan ziyade bir bağlılık ve ihtiyaç bu kalganlığını ve aldığımız kilip çıkış olan bir tokunuşlarının ki ihtimali. Tayvan gibi fikirse yapımız başka bir yerde uruş nimesi bu kalsa Xitayda Rusya'da ziyan tatlandek Rusya'da bu münasebette. Andan nesi kirip kalmayla da bunu mu oylaşvatlandek turudu mesela için. Doğru. Yani tayarlık demedim. Germaniyanikine okşaş dep qaraysiz yani. Xoş. Unda olsa bugünkü temamizningki temamizning mavzu bugünkü söhbetimizning mavzusini asli Mike Gallagher'ning so'zidan aldık desekim buldu. Çünkü o şu Amerika parlamenti şu Amerika Ağam Palatası Xitay İşleri Komitesi'nin reisi Mike Gallagher Joe Biden hükümetini 3. Dünya urushini agahlandırıp Joe Biden hükümetindeki Xitayga aylab berayotgan Xitayga qarta qilayotgan siyosatlarini butunlay noto'g'ri bo'layotganligini, yetarlik bo'lmaganligini, hech bir harakat ko'rmayapmiz deb bo'lib shu Tayvan masalasida buni sal qarayotganligini Xitoyni jiddiy besim ishiltish deb shu so'zni ishlatdi. Hem bu sözü de mesela bir şeyde bugün biz aslında şu Xitayni baş götürgüzmeslik için şu meyli o Tayvan gibi fikir devatkan meselesi Xitayninki 1 yıl, 5 yıl, 3 yıl, qancha yıl buluştan qat'iy nazar bu mesele oturdu bo'lgan deyken biz bunu aldığını eliş ve hergiz yüz vermeslikki kapalatlik qilish uchun aslında osmon zaminni harakatlantirishimiz kerak edi. Ben yakın 3 yıldım ya Biden hükümetinden hiçbir iş qilmaganligini ko'ryapman deb buni o'ttirib qo'ydim. Ve devamlı holatda bu ve boshqalar hammamiz bilgandek mayli Marco Rubio bo'lsin, keltirilayotgan qonunlar bo'lsin, nihoyatda besim ishiltirmasdan Biden hukumatiga yetarli bo'lmayotganligi haqida. Sizce bu Amerika Xitoy munosabatidagi bu bosqich shu tirik ishlar nega keldi deb qaraysiz? Bence bu Xitay tehdidini xeyli burun tonuqluq aslında. Çünkü Obama davrından bir tonuqluq bir yerde sunulgan bazı nimeler ve Xitay'ni qaysi şekilde nim qilish. Ama Obama mı o devirde mesela TTP'nin başlaşı mesela Indo-Tinch Okyan rayonundaki devletler bilan bo'lgan ticari ve memkanlık münasebetini küçeyiş arkalı Xitay'ni o Şarkı Janubiy Asya ve Janub Xitay dengiz taraflardan kengiyiş Sünni aralardan bu yerlerden tizgirleşki tırışkan Kim Trump bunu elbette başkaça bir xil taktik kullandı ve Trump'dan kalan en yukarı nimesi olsa Xitay'ni umumi devletninki xavfsizligiga, devlet menfaatiga en çok tehdit bo'lgan bir kuch deb tonish buna resmi bir kategoriyaga kirgizish orqali dunyoning umumiy siyosiy konjunktürini o'zgartirdi Trump'nikida. Bu en çok başka nimelerni ko'zdan chiqarayotgan taqdirda en çok bir qo'shgan tökpüsçü. Bunun bilan şu Trump chiqqandan tortib toki Trump chiqib ketkicha bu Amerika'nın siyosatida Xitoyga bo'lgan nurg'un qonunlar chiqdi. Nurg'un jazolarni yurgizdi, nurg'un nimelardan natija qozondi desinchi. Yani vaqtim Biden prezidentlik nimesiga saylanib chiqqandan keyin Biden umumyüzlik bir Trump'dan farqlandigini ba'zi nimelarni bo'shitibdi, ba'zi qonunlarni yumshatibdi ve amaldan qoldirdi. Bu Amerika'nın nimesi için ziyanlı aslında ama Biden'ın kazangan noktası umumi özünün ittifaktaşları, Indo-Pasifik'teki Japon, Hindistan, Avustralya, Avrupa ittifakı başka devletlerin hemen ekilip ma şekilde karşı turumuz dediği ama gerçi bunlardan bu münasebetini yaxşılagan takdirdi mi? Ama bugün karışsak Trump'ninki de kanda neticelik bulmayvatkanlıkını görüyoruz. Çünkü Xitay tazyiqqa e'tiborga bermayotgan bir narsa ko'ryapmiz. Xo'sh. Biden chiqayotgan bu hokimiyatiga masalan Yang Jiechi'ninki ko'rishgan, Alyaskada ko'rishganda Amerika nimalarga amaldorlarga, vakillarga degan gap vositalar bizga
terbiye berishga nima ish qilishimiz kerakligini emasligini haqliq emas hech qanday haqqinga yo'q dedik. Çünkü bu eg'ir bir haqorat. Yani mesela casus çağrıdan kirgizilishi, u yerda Biden hükümetininki ikkilinib unaga javob beremasligi, ehtiyot tutib oxirida necha kun o'tgandan keyin o'tishi masalan. Bu men manda tercih qilma buni. Yani bugün Biden nimisinde işletilen köpünçe xadimlar bularning ideologiyalik nimisi mesela cumhuriyetçi liberal iqlimdagi siyosiy nimadan chiq asosida ash ideyadagi bularning koni zihniyati bilan bularning narsida Xitoyni taraqqiy qildirib iqtisodiy gullantirish orqali demokratiyalashtirish va bu orqali Xitoyni xalqaro sistemaga kirib manda tizginlaymiz deb deyildik. Ama bu koni zihniyat, koni tunush bilan bugün yeni şekillengen, yeni küçülüp şekillengen ve özgü tehdit toplatkan Xitay meselesine hal qilib bo'lmaydi aslida. Xo'sh. Ama bularning maqsad tarafları var, özgü güçlük. Ama bu konu taktik bilan komu Obama'nın nimasi ishlagan burunqi xodimlar bilan burunqi narsalarni yeni meydana kelayotgan bu Xitoy tehdidiga, bu Rossiya tehdidiga bunday bu masalani hal qilib bo'lmagandan keyin biz yaqinqi 3 yilda bu mag'lubiyatlarni va Xitoyga yetarlik taqabül turup onu tizginlenmeyotganligini ko'ryapmiz. Mesela Trump'ның davrida Xitoy bilan tijoratning bo'lib to'simi Xitoyni tizginlashyapti. Bu Bidenning nimasida Xitoy bilan nim qilish orqali biz nima uchun Xitoyni tizginlaymiz, Xitoymi o'zi taraqqiyotini qilsa, Xitoy bilan raqobat musobaqaga tushsak bo'lmaydi, raqobatga deb manda deyapti-ku. Xo'sh. Yani bu yerda ikkisining birisi tizginlash, birisi tang nima bo'lishi, yana birisi de ben seni tizginlayman, sen benim aldığımı ötmeysen deydi. Ve bu arkalık onun da qattiqroq siyaset ve ameliy bir narsa bo'lishi mumkin. Ve ular xatarni real tonuvajqashqa uni tizginlemesi bo'lmaydiganligini da'vatidi. Mavi cumhuriyetçiler siyasetçilerin nimisida bulardan Xitoydan alıngan menfaatlarning ko'pligi, bu yerdagi şirketlarning munosabatlari hech kimga bugun notunush emas, hammasi aniq ichilib ketdi bu narsalar uchun. Şu bu narsa Amerika'nın yeterli holatda mevcut vaziyatga javob beramayotgan bir siyosetning nimasini chiqqanini ko'ramiz. Ama yaxshi yeri bu Cumhuriyetçiler Partiyasininki, ya'ni Xitoyga realistik qaraydigan bu xil ko'z qarashdagi siyosatchilarning asosiy Avon palata nimasida kuch erishi va bu prezidentninkimi nimasiga bisim tushirilishi bu jihatdan yaxshi masalan. Bu bir pozitiv ekan. Endi 2024dagi saylamda yangi nimada Cumhuriyetçiler Partiyasi'dek bunda qattiq qo'l Xitoyni tizginlash nimasi irodasi kuchli, amaliy qaror berishda biroz jonliroq bo'lgan va Xitoyni realistik nimadan taniydigan manda bir prezidentning va kuchli siyosatchilarning maydonga kelishi bilan huquq chiqishi bilan Sharq Turkiston masalasi olsun, mayli Xitoyni tizginlash masalasi olsun, texmi yaxshi, unumli bo'lishi mumkin. Menimcha aslida ikkilisiga ehtiyoji bor. Shu aningdan elish kerak va maningdan elish kerak va ikkisini birlashtirgan holatda pragmatik holatda bir to'g'ri siyosat bilan Xitoyni tizginligini va o'z ko'zlagan maqsadga yetkili bo'ladi. Endi u cho'ng davlatlarning narsa uni u albatta bizdan albatta ular yaxshi bo'ladi deb qaraymiz. Ya'ni umumiy aytgan chog'da endi qarshi tarafning kimi nimasini o'ylab beqish kerak. Amerika bunday qildi. Endi Xitoy nima qildi buning uchun? Xitoy qarasak askeri kengaymachilik siyosatini qilgan demasan teshiga Muşi Şi'ninki taxtga chiqishi bilan o'zining tashqi siyosatdagi xarakteri nimasini o'zgartirib 2017dan 21gacha bir qattiq kengaymachilik diplomatik siyosat bordi. Endi 2022 Şi qayta saylangandan keyin bular taktikasini o'zgartirish orqali diplomatik o'zining kuchi nimasini kengaytirish, ta'sir doirasini kuchaytirish orqali Rossiya, boshqa atrofdagi davlatlar, Latin Amerikasi, mesela Brexit'ni güçlendiriş, bir yerdeki Amerika'nınki dolar sistemi sıra dolar pul nimisiga, pulun təsirge, doların xalqaralıq gücüge meydan okuvatkan bir nimini kördük. Mesela bunun başlanışı Rusya bilen başlanıvatıdı. Mesela başka devletlerimiz, Saudi olsun, hatta Malaysiya mı biz mi Amerika'nın dolarga mecbur qilish ihtiyacımız yok, biz mi Xitoyning pulini ishlasak bo'ladi deb dedi mesela. Endi nurg'un davlatlar Amerika'dan ve Garip devletlerden burun kolonyalizm devirde, mustemliki devirde ve azır kadar bu sistemi de zilip nimqib kelgan devletler mesela Xitoyning yeniga o'tadiganidek bir signalni berib o'tadi. Bu Xitoyga bir kuch beradigan narsa, qozondirayotgan narsa. Agarda masalan dunyoning 60% ticareti dollar bilan bo'ladi ekan.
90% saklanıvatkan pul nemesi zapısı. Yeni dolar bilen bulduk. Aslında bu gayet zor güç. Eğer bu dolar nemesini, doların halkaralık güç nemesini elip etip kalalsa Xitay, Amerika'nın imparatorluğunun yerimi tükeydi hesaptı. Xitay güç avadıdı bu nesine. Mesela Putin bilen görüşkende bir nokta var. Bir işikten çıkan çağda biz yeni 100 yılda men görüp bakmagan yeni dünya sistemini berpa kılımız deydi. Mesela. Ular özünki zihniyetini ifade ediyor. Mesela Xitayning bu nimeni koyup atқан Xi Jinping'ninki insaniyet gün nimesi üçün, medeniyet üçün bir yenilik nimesi inisiyativi depçu. Bunun elbette iki parçası var. Mesela Xitayninki globallaşkan xavfsizlik inisiyativi ve Xitayninki teraqqiyat kılıvatkan devletler terakki kılıvatkan inisiyativi. Xitayning teraqqiyat inisiyativi de bu siyasi, askeri ve iqtisadi ticaret şəhətdə ma nöqtələrin ağan əsasda bir dünyaya bir nim sunuşqa tirişatdı. Ama bu texunda çox alqışqa erişmedi, ama bularning oturğu qoyub dünyaya taşlavatqan bir nərsələrini görüvatdımız. Çünki gerçi bu toğru olsun, xata olsun, bular da taşlığıdək bir nərsini hazırlavatıdı. Bu bularning özünün küçüge işenç bilen qaravatqanlıqның bir ifadesi mesela. Çünki məmnun hem de çapınımның yaqından qaqib dünyanın məsələlərə aralışma ve dünyadaki buluvatkan ziddiyetlerini hal kılamadı. Mesela İran bilen Saudi'nin meselesi pişkandı, dıpkırlam konup bu tayyap pişkan aşınınki iki soğuk kaldı yoksa çok da. Mesela Saudi, İsrail'e bilen Filistin'in meselesini hal kılamazdı. Onu carısıyla batıdı. Rusya bilen Ukrayna'nın bu yerdeki meseleni hal kılamazdı. Yine başka nemelerini hal kılamazdı. Onu körümüzde kaldığımız için ama demek çoğunumuz Xitay bu 2022'den keyin bir tashqi siyosetdagi umumiy nimasini o'zgartdi xarakterini. Bu orqali nurg'un kuchlarni qozondi va belgili muvaffaqiyatlarga erishdi. Endi masala ma'vu savolni o'yinda pekishga to'g'ri keldi. Xitoy shunaq ming yil biramda davomliqchi. Texnik kuchlangan Xitoy bu etrafdagi davlatlarga o'zlari to'qinib bu yerdagi Sharq Janubiy Osiyo va etrafdagi O'rta Osiyo va Afg'oniston va boshqa davlatlarga yeni müşnaq məbləğ siliş arqılıq yeni davamlıq müşnaq yumşaq şəkildə kiləmdi. Yakımısa əsli maskısını geçip Xitay'nınki kengaymeçilik, müstemlikçilik mıda zihniyeti bilen hatta bazı yerlerde askeri yürüyüş kılış, besip kiriştek mıda nəsənin qılamdı. Ve Xitay'nınki oturup koyulğan qiymet qarashları, nümunəsləri qubul qılınamdı etrafdaki dövlətlərdən çox. Və bununki Şərq Türkistan məsələləri qanda təsir buludu deyilğan noktalarını bir oyunu pekişke doğru kildi. Cəmdə? Doğru. Hakikaten. Yani sözleriniz çok köp Trump tilgaylandı. 24'te ben çokum katmışım da adam üstüde nurgulluğun ayıplaşlar bir muncha sarası misaldan da onu Amerika'da mı? Hakikaten bugün bazı insanın digisi kildi. Öz vaxtida Trump özünün təlbirliki bilen nurgun etrafındaki mesela nurgun kelişimlerden çekinip çıkıp özdeki bugünkü Amerika'nın etrafına ulaşkan Ukrayna Rusya uruş sebebinden bu güçlerin nurgullarını kolunun keyinle iştirgen temdi. Hazır mesela şunda Biden'ın etrafının bu Avrupa hemmesi ittifaktaşları birlik kelgen bilen nurgun elbette kanunla elinde icra ceza kanunları kabul kılıngan bolsunmu? Burunqudek mesela Trump'dek hazır mesela Nancy Pelosi'nin ornuna kelgen McCarthy'nin ait qattiq ayıplaydı mesela. Digen akşamda qarsanız Biden'ninki siyasetini Xitayga bo'lgan tutgan pozitsiyasini qattiq ayıplab turdi. Trump kep qalsa balkim boshqacha bir nima bo'lishi mumkin va yoki boshqa degan nimadan kelsa. Ko'rimizga albatta kunlar ko'z tutdi. Endi mushadan Xitoyninki kun suri kuchayotgan albatta buni o'yinlashga tegishlik tafakkur qilishga tegishlik bir masalaga diqqat tortdingiz hozir. Xitoy kun sürü mesela dünyada özüne şunday meselelerini hal kıldığın xuddi Amerika o'xshash özünün küçüğünü gösteriş için usul oynayotgandir rayonda. Bulup mesela şu ahırda 13 aprel deyim şu Özbekistan'da Rusya, İran ve Pakistan, Xitay. Bula 4 devletninki
Tashqi ishlar ministrlari qatnashib, bu yerda Afg'oniston masalasi muzokara yig'ini ochdi. Bu yerdagi har xil bayonotlarni e'lon qildi. Mushu ko'rishlarga qanday qaraysiz? Chunki biz o'tgan haftaki programmamizda, o'tgan programmamizda Saudiya Xitoy munosabatini deyish bo'lgan. Shu bilan uning nayt muhim noktadan birini koydu çünkü Afganistan'a bütün dünya o Talibanlar hakimiyetini algandan keyin bularni tanımaslık bilan birge bularning chet ellik pulini to'ntirish, bularga berib atgan insoniy yordam nimalarini to'xtatish orqali Afg'oniston xalqini bir ocharchilikda va qiyinchilikda qo'ydi. Bu holatda Xitoy bu fursatdan foydalanib Afg'oniston xalqining va Taliban hukumatining ko'nglini ufitishni maqsad qilib nurg'un insoniy yordamlarni ko'ndiryotdi. Şunun bilan birlikte bu mesela Amerika Afganlarninki ve Taliban hakimiyetinden burun Afganistan'ninki degende umum to'g'riroq degan chog'da chet eldagi o mal mulklarni to'ng'itib olgan narsa mesela. Uni hozirgacha ololmayotdi. Xitoy bo'lsa izchil Afganlarning Talibanlarning talab turib buni bersan deb Amerikani yomon qilish orqali buni davatdi. Hani bu yerda qo'yilgan nuqtalarda bu 10 necha moddalik narsalar diqqatimizni berishga keladigan narsa mesela Xitoy 3 ni hürmet qilishni davatdi. Mesela bu yerda o'qib o'tdik. Xavfsizlikni, mustaqilligini hurmat qilish, ya'ni Afg'onistondagi egalik huquqi va zamin bütünlüğünü e'tirof qilish, aniki Afg'oniston xalqininki mustaqil chiqargan qarorini hurmat qilish. Uchinchisi hamma davlatlarninki o'zininki Afg'oniston bilan Xitoy o'zlarininki diniy e'tiqodiy va milliy an'anasiga hurmat qilish deydi. Hamda 3 narsani hargiz qilmaslik kerak deydi. O da nima deganda o'zaro bir-birininki ishga aralashmaslik. Andan keyin bu yerda Afg'onistonda o'zining shaxsiy manfaatini qandırışni, shaxsiy manfaatini amalga oshirishni qilmaslik. Uchinchisi bu yerda ta'sir kuchi paydo qilib, bu yerda ichki siyosatga aralashishni qilmaslik deb bu 3ni hurmat qilish va 3ni qilmaslikni deyotdi. Mesela Afg'oniston Xitoy uchun nurg'un jihatlardan xavfsizlik olsun, energiya olsun, andan keyin bu yerdagi o'ziniki taraqqiyot olsun, texnik, infrastruktur ve siyasi ve diplomatik cihetler devlet olup itiraf kılınış cihetleri olsun. Yani Xitoy için mühim mesela. Çünkü mesela Afganistan için mi? Xitoy mühim çünkü diplomatik bunda 5'nin içindeki xavfsizlik yönetimi bunda devletin nimesini alsa, onun için kildiğin meblağ, taraqqiyat o bu nesli Afganistan için mayda hoşak oldu bundan nesli. Ben bunun için neyim kıldı ama Xitoyni ensitiyotgan mı nimeler bu albatta. O bo'lsa nima deganda birincisi Afg'oniston bu kelgan yozgan o'zining pozitsiyasini aniqlagan bu qog'ozda Afg'oniston Sharq Turkiston Islom partiyasiga nima bermaslik kerak deydi. O'rin bermaslik kerak va bularni qo'llamasligi kerak debchi. Ikkinchi nuqta Afg'oniston boshqa terror tashkilotlari bilan bularga nima bermaslik kerak deydi. O'rin bermaslik kerak, bu yerda turishini nima qilmaslik kerak chunki Xitoyning nurg'un shirkatlari, Xitoy xodimlari, Xitoyning fuqarolari bu Afg'onistonda ko'plagan qitim hujumga uchradi va manfaatlar ziyon uchradi. Yani bu nuqtani aytgan chog'da Xitoy bu yerda xavfsizlikni Afg'onlar va Talibanlar buni saqlayolmaydi, buning ham qarayotdi-ku. Yani hozir qadar to'g'ri xatosidan belgilik bir nimada saqlaganligini ko'rdi va ishonch qilgan holatda masalan neft kelishimi, ayandagi kombayligini echish, astasda kelishimlarni imzolash orqali Afg'on xalqining va Taliban hukumatining ko'nglini tutish va o'ziga bog'lashga tirishadi. Endi bu narsalarda anaki bu masalalarni Xitoyni masalan bunday o'ylaydi. Xitoy bir masala chiqib qolsa kiramo debchi. Askeriy nimasini kirgizamo deb. Yani Xitoy buningmi oldini olish, buningmi bunda bir masala chiqib qolsa bu masalani yolg'iz hal qilmaslik uchun mesela hozir necha kanaldan hal qilishga tirishadi. Birisi Afg'onistonning chegarasidagi Afg'on bilan chegara bo'lgan davlatlar bilan birlikda hal qilish buning uchun. Xo'sh. Qaysi davlatlar bular bilan hal qilish, Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan hal qilish. Andan keyin bu Hindiston, Rossiya va Xitoy uchchi bir nima kanal tuzatdi. Andan keyin BDT orqali bir kanal tuzatdi. Bular orqali uni hammasini deganda bu masala men yolg'iz hal qilmayman. Shu qolsa mushu xalqarodagi nimalardan siyosiy munbarlardan foydalanib Afg'oniston masalasini
ortak hal qilishga tirishman degan manda bir narsa ko'rsatdi. Masalan, Afg'onistondagi, Pokistondagi Talibanlarning kuchidan foydalanib, Afg'onistondagi Talibanlarga ta'sir ko'rsatishga urinayotgan masalalar var masalan-ku. Endi Xitoyning o'ynayotgan bu diplomatik va siyosiy qadamlari nihoyatda aqlliqcha. Ammo bu yerda hal qilinmaydigan masalalar albatta bor, chunki Afg'on xalqininki nimasiga yordam qilgan bilanmi, masalan, Sharq Turkistonda Xitoyning olib berayotgan zulmi, bu yerda olib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati Xitoy uchun har doim peshonasi urilgan bir tamg'adir-ku. Agarda bu Afg'oniston xalqi, Afg'onistondagi ularning musulmonlik nimasini biz qimmat qarashga, bu e'tiqodiy nimasiga agarda bu yaxshi tushuntirilib, yaxshi bir milliy umumiy Afg'on xalqining va Taliban hukumatining tonishiga kelsak, bu yerda ikkisining nimasiga bir nima qila olamiz, ta'sir qilish imkoniyatimiz bo'ldi. Ammo bu bizning qurbatimiz va doiramizda bormi? Buni bir o'ylash kerak. Chunki buning nimasini planliq yaxshi tuzishimiz kerak. Chunki garchi Taliban hokimiyati, Taliban hokimiyati Xitoyga ehtiyoj va nimasi tushyapsimi? Ama Talibanlarning nimasida bilganimizdek bular o'xshamagan shaxchi guruhlardan tarkib topgan bir narsa bor-ku. Buning ichida ba'zilari Xitoyni qo'llashni va nim qilishni ko'rsimi? Ammo mandami guruhlar bor, ya'ni biz Xitoy bilan tijoratimizni deb o'zimizning musulmon qarindoshlarimizninki uylishiga qarab turamdiq yo ovoz chiqarmamdiq deydigan. Biz bu guruhlarning nimasiga Sharq Turkiston masalasi, yani insonlik, musulmonlik, turklik davası, mecburiyeti degandek bu xil qimmat qarashni bu nuqtadan akirish orqali bu nimani qilish kerak ekan. Chunki mayli munosabatsiz olsin qaytib qo'yib qildim. Shuningdek Xitoy bu abaytan deganimdek 13 tillik, 10 tillik narsani e'lon qilgan bo'lsa-mu, bu yerda askeriy nim kirgizmaslik, terrorizmga qarshi turish, Amerika bu yerda balaning hammasini Amerika tepib qo'yib ketdi. Afg'onistonning taraqqiyotining nimasidan yaxshi bo'lmasdan, Amerikaniki balasi va bu degandek nim qilgan bilan, hamma bir kallasida uchuq bir nemining tuzilganligini ko'rdik. Ya'ni bundan keyin Xitoy Afg'oniston bilan bo'lgan tashqi siyosatda qaysi xil qartlarni o'ynaydi va buni ishlatadi. Bu bir ichilgan bo'ldi-ku. Albatta. Buni har xil shaklda o'zgartirib o'ynash mumkin, endi Afg'oniston buning qanday qiladi, buni ko'ramiz endi-ku. To'g'ri. Endi haqiqatan deganingizdek, o'sha Xitoyning og'zidan davomli mayli Shanxay hamkorlik tashkiloti bo'lsin yoki bu ko'rishdi bo'lsin, o'sha bayonotlar qarasak, masalan, shu terrorlikqa qarshi bu degan vaqtda ham Xitoyning ko'z tutilgani mutlaq holatda, ya'ni shu Sharq Turkiston Uyg'ur masalasini tutmoqda hamda. Chunki rayonda boshqa bir Xitoyni ansiraydigan bir narsa, eng ansiraydigan biz qo'yamdi. Buni o'ttirib qo'yib, masalan, shu albatta Afg'oniston hukumati masalan ilgirda Xitoyninki Afg'onistondagi Uyg'urlarni berishni talab qilganligini, ammo rad qilganligini bildirgan hamda hozirgi hukumat. Mushundaq hamda hukumatning yolg'iz qoldirilishi sababli siz deyotgan masalan G'arb tarafidan Afg'onistonning Xitoyning mushundaq bu rayonda o'ynagan shu o'yinlari ta'sir ko'rsatib, atbugun Xitoyning oq o'ylisiga o'zgarib qolish ehtimolligi qancha deb qaraysiz yani siz? Menimcha hamma davlatga ishlaydiganimiz qadimcha ishonishimiz kerak. Chunki hamma davlatlar o'zining manfaatiga kelgan chog'da Uyg'urlarni Sharq Turkistonga sotadi. Va hamma davlat shuning ichida. Hech qanday davlat sotmay qolmaydi. Shunga hamma davlatga ishlaydigan taqdirimizcha ishonchlik va umid bog'lashimiz kerak va shuning bilan birlikda bu yerdagi asoslarimizni va kuchimizni kuchaytirishga va bo'lsa kuchaytirishga, kuchamay qolib agar bu bo'lib qolsa, bu yerda barpo qilishga va taraqqiy qildirishga ehtiyojimiz bor. Yani vaz geçilmeydiğen bir nimaga kelishimiz kerak. Masalan, Sharq Turkistonliklar esa bularni berib bersak ishni bo'lmaydi emas. Bularnimi, bu kuchnimi shu nimadagi davlatning qo'lidagi, davlatninki vaz kechilmaydigan qarti bo'ladigan vaqtimizda bizmi bir cho'ng nimada shaxmat taxtisidagi ba'zi urug' qurollarni o'yna olishimiz va o'zimizning milliy manfaatini amalga oshirish uchun bazı qadamlarni elishga qurbimiz yetishi mumkin. Ammo ziyoda ishonchi bog'lab ketish bu bizga ziyon beradi-ku har qanday davlatga. So'ng
işinəligen imkaniyetinin nimesi işinip mevcut şarait ve fırsatlardan faydalangan halette küçümüzni fakat da ma'lum bir yerga ma'lum bir nuqtaga yig'ib qo'yish emas. Agarda shunday bir qo'lga tushib qolish va yo'qolib ketishimiz bo'lganda, bu kuchni tarqaqlashtirish orqali tarqaqlashtirish va boshqa yerlarda yangi baza, yangi taraqqiyot yo'llarini etish orqali o'zimizning kuchini barpo qilish kerak. Chunki bu Afg'oniston nimidagi bu yerda turayotgan Uyg'urlar bo'lsa, bir Sharq Turkiston mustaqillik kurashida nihoyat muhim bir rol o'ynaydi. Chunki bular bir askeri tayyorlik bilan turayotgan bir guruh insonlar bo'lg'achqa, bular Sharq Turkiston mustaqillik kurashida nihoyat muhim rol o'ynaydi va bu yerdagi harakatlar nihoyat hikmat va farosat bilan yaxshi elinib berilishi kerak endi-ku. To'g'ri. Haqiqatan nihoyat. Agar buni yaxshi qural, yaxshi nima bo'la olsa, albatta bunday kuchlardan g'arblarning foydalanib Xitoyni tizginlashimizga kelgusida ishitish ehtimolligini yo'q degan bo'lmaydi-ku. Xo'sh. To'g'ri. Xuddi bugun Hindiston Xitoy chegarasida qandaq necha ming Tibet askarlarini Hindistonliklar pul berib, o'zining nimasiga ishlatib Xitoyga qarshi tayyorlayotgandek, bu kelgusidagi nimalarni biz bilib bo'lmaymiz, ammo bizning qo'limizdan keldigini har qaysi sohalardagi qarindoshlarning yaxshi va puxta tayyorlik qilish va hikmat bilan ishlayib berish. Nihoyat muhim bir nuqtani ta'kidladingiz hamda Nijat afandim müşahede. Hakikaten bu hamda bu ahirgi so'zlaringiz siyosatchilar, tashkilotchilar mushlarga bakrak, yani sizlarga jiqroq vazifa tushirganligini ta'kidlab kelyapsiz hamda. O'tgan soatdagi programmamizda buni biroz ta'kidladingiz. Hamda bizning mushunchalar xalqaro vaziyatdagi, xalqaro sahnadagi nurg'un bizning ish qilib olsak qilimiz desak qila oladigan nurg'un sharoitlarning hozirlanib pishib yetilayotganligi har tarafdan ko'rilayotgan bir paytda yana ba'zi mutaxassislar pat u yerdan qo'limiz kirib turdi. Bu hatta o'tgan soatda siz mi dedingiz, da'vo anglatish bosqichidan o'tib ketdi hozir. Yani siz anlatmasanızmı, yani qo'lingizni yupurib olsangizmi kunda bu masala tilga ilinib turyapti dunyoda dedingiz hamda. Bunu mesela bu siyasetçilerimiz, teşkilatlarımız kaçan mısın, mayli rayondaki olsun bir resmi aşağıda oyunun sırtında bir şey anlatışlam ötmey, ya oyunun içine girdiğin devir sizce yani kep eşip ketmedi mi sizce yani? Bu kaçan buldu bu meseleyi? Elbette devir eşip ketdi. Bu bizim siyasetini kılışımız gerek. Hem de bu siyaset kılışımız için güç buluş gerek. Hem de bu güçünü berpa kılıştığım burun bugün ben kılalaydıgan bir nokta var. Bu noktayı ta'kidlab qo'yaq. Ağırını keyinki nimeden ta'kidlaymiz. Mesela nurg'un tashkilot, yakın siyasi tashkilotning başlıkları nimeleri deydi. Sizlarninki Afg'oniston, Suriye, bu yerlarda sizlarning adamlar terror nimasi var ki bu debchu. Dese shundan putqollar titrab, bu yerda yo'q, bundan nima yo'q, buni Xitoy o'zi yaratdi, undaq debchu. Mesele ularning bu savoliga menda javob berishimiz kerak-ku. Yani bu insanlar elbette bu insanlar nima uchun bu yerga chiqdi? Nima sababdan bular chiqib qoldi debchu. Bularning chiqishiningki yiltiz bir sababi u bo'lsa-mu, Sharq Turkistonda bir mustamlika siyosati var ve bu yerda mustamlika, zulm, irqiy qirg'inchilik davom qilyapti. Bunun sebebinden bu insanlar qarşılık duruş ve zulümden kaçış arkalık özgü bir makan ve güç rayon izleş arkalık o yerde Xitoyga karşı tayyorlik qilib kelgusida o'zining mustaqil davlatini qaytarib berish va bu yo'lda o'zining nimasini paydo qilishni maqsad qilgan nurg'un insonlar dunyoning o'xshamagan yerlarga berib qoldi. Endi bu nokta bunun sebebini xalqarada ichib berishimiz kerak. Çünkü bu insonlar bundan sebepten chiqdi ve bularning asli maqsadi dunyoga ve başka devletlerge dünyanın xavfsizligiga, tinchligiga tehdit oluş emas. Bular dunyoga tehdit bo'layotgan Xitoy tehdidiga qarshi Sharq Turkiston xalqininki egilik huquqini, mustaqil davlatini qaytarib elish uchun harakat qilamiz deyotgan bir kuch bular. Bular bizningki, bundacha tilimizda aytgan chaqda bular bizningki milliy mustaqillik jangchilarimiz deb tushuntirishimiz kerak. Ve shunun bilan birlikda bu qarindoshlarmi o'zlarining albatta
askeri nimedeki terakkiyatlarını o narsani özleri yaxshi terakki qildirib yetkazib deb bilamiz hamdi. Dunyoga xalqaro siyosiy maydonga udul keladigan bir ideologiya nimasini qo'yishi kerak. Ya'ni biz butun dunyoga nim qiladigan, taqiladigan bayroq emas, Sharq Turkiston xalqiga, Sharq Turkiston territoriyasiga taqiladigan bir ulusal davlatning bayrog'ini taqash bizning asosiy nimamiz deydigan narsani qilgan chog'da va buning amaliy nimasini ko'rsatgan chog'da buningda o'zgarishlar bo'ldi. Bu nuqtani analiz qilib Amerikaninki Jamestown jurnalida necha qatim nimalar yozildi va Sharq Turkiston Islom partiyasininki ideologiya nimasini analiz qilib nihoyat yaxshi maqolalar va yaqinqi natijalar ichida bu partiyaninki qandaq xalqarodagi ideologiyadan Sharq Turkiston ulusal ideologiyasi kelgan holatda va Xitoydan mustaqil davlatini qurishni o'tirib qo'yayotganligi o'tirib qo'yilyotdi. Ve bunundan bilginimizdek bundan 2 ay burunmu mesela bu partiyanınki bir vekili xalqarodagi cho'ng bir matbuotda o'zlarining tutgan pozitsiyalarini qo'yibdi va nihoyatda yaxshi va yuqori saviyada bergan nimalar bor buni anglag'uvchilar ko'rib baqsa bo'ladi. Shunga ilaqi gapsal uzrab ketib qoldi. Hozirgi nimada mesela siyosatchilardan so'rasa buni inkor qilish emas. Bu kuchninki Xitoyga qarshi turadigan bir askariy kuch ekanligini va bularninki chiqishinki qandaqki dunyoga tehdit bo'lgan bir kuch emas, aksincha dunyoga tehdit bo'layotgan kuchga qarshi Sharq Turkiston xalqining ulusal armiyasi ekanligini o'tirib qo'yishimiz kerak. Bu qo'yilgandan keyin albatta bugun Amerika listidan elvatdi, masalan o'tganda 1,5 yil burun Pompeo nimasda listidan elvatgandek Xitoyga qarshi turishni xohlaydigan kuchlar va davlatlar albatta ularni listalardan elvatish va Xitoyga qarshi nimada bundaq bir askeri nimadan hamkorlashish va nimadan paydo qilsak Xitoyga qarshi turdi. Chunki buni men demayapman. Men faqat men nimaninki bir misolni berayim. Shu 2016-yili Yevropaninki terror tadqiqot markazi va buningda bir Sharq Turkiston jangchilari deydigan bir doklad bor. Bu dokladning nimasida eng oxirida tilga ilingan bir abzas so'z bor. Buni Amerikadagi nimachi Sean Robertning ziyorat qilgan chog'da agarda Sharq Turkistonliklar Uyg'urlar deydi, dunyodagi musulmonlarni bu Sharq Turkiston masalasiga xohlash bilan akralisa deydi. Davlatlarni demadi, xalqni-chu akralisa Xitoy o'zi hech qachon xohlab baxmagan bir cho'ng bir dunyoviy bir kuchga uchraydi, shular bilan yuzlashadi deyapti. Xo'sh. Yani bizga qartning mana nuqtasini bir echib berayotdi astida-chu. Yani biz nereden Xitoyga qazadigan yeni bir kuch var, buning bilan to'liq mashg'ul bo'lib qolmayotgan bir narsamiz bor. Va buni to'g'ri ishlatish orqali bugun faqatla Sharq Turkistonliklar emas, faqatla Turkiya qavmlari emas, faqatla Sharq Turkistondagi 13 asosiy millat emas, bizning Türk va islom dunyosidagi xalqni qo'zg'ash orqali Xitoyga qandaq cho'ng bir qarshilik qo'shinini, kuchini barpo qila oladiganligimizni bizga aytib beryapti va buni ijro qilish hammamizga tushadi endi. Shaxsan o'zimdan boshlab deydi. Hamma insonlarga. To'g'ri. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Müşahede tugatgan bo'lsak, ko'p rahmat. İnşallah. Fikr verdiniz. Rahmat sizga. Rahmat sizga, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 41-sonimizni müşahede oxirlashtiraylik. Haqiqatan nurg'un savol ichidan savol chiqarish mumkin. Nihoyat meg'izliq ma'lumotlarni berdi. Alloh razı olsun deymiz. İnşallah mushundaq pat-pat yangi kun tartibidagi masalalarni vaqti-vaqtida huzuringizga sunishga tirishamiz. Oxirida bu millatimizning mustaqillik davosining mushundaq kun siri nurg'un sharoitlarning, nurg'un fursatlarning yaratilayotganligi, kelayotganligi ma'lum hammamizga. Fursatni ching tutishimiz kerak. Bütün kuchimiz bilan harakat qilishimiz kerak ekanligi aniq. Bu kurashning natijasida oxirida chuqur g'alaba qilganlar haq egalari bo'lgan bizlar g'alaba qilamiz. Haqiqat hamon kechikkan bo'lsa-mu biroz uning g'alaba qilganligi aniq. Hargiz tushkunlashmaslik kerak, ümidsizlanmaslik kerak har doim deganimizdek. Alloh umr bersa, yana bir qatimliq sonimizni ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.